Köpçülük kütüp turgan Vaz 2107 proyektleri ve nihayet 3. kısmı. Demek maşinin kuzov işlerini polnusu bitirgenden keyin biz maşinin sabiret etishini başladık. Ravshanam bilan belini bağladıktan ishni Lukdan başladık. Yaxshi sizlarga ko'p vaqtdan beri aytib yurgan sirimni aytaman. Maşinin sveti qora, lekin yaxshilab svet tushirsangiz shunday gök sveti aylanadi. Xo'p, bo'lmasa mavzuga qaytamiz. Lukni zazori bir tushib turganini ko'rishlaringiz mumkin. Xullas mashinaning 4 eshigini eld arka farlarini qo'ydik. Mashin ko'rib turganlaringiz shunday ochilib ketdi. Indiki masala esa motor xadovoy. Mashinani kuzov texdan chiqardikdan motor xadovoy zatodan texab bordi. Yo'lda borincha hammani ko'zi 0.7 bo'ldi. Hali chiqqandan keyin ne ahvol bo'ladi bilinmaydi. Xullas xadovoylarni yechib boshladik. O'zlaringiz ko'rib turgandek zanglab, dim xunuk ko'rinib yotdi. Hamma narsasini yechib tashlab, yaxshilab najdaklab, bütün vajlarni yaxshilab kraska sepdik, qolgan vajlarni tozadan oldik. Kichkina vaqtim kuzov texda ishlanib payda berdi, kraskalarni ham o'zim sepishdim. Yuzima e'tibor bermay qo'yaveringlar. Xullas mashinani xadovoylardan shunday mazza yetib qo'ydik. Ko'rgan vaqtingiz prosta wow da berasiz. Trek girmam katta rahmat, shuncha vajlarni tashishdi menga. Shuncha mehnatimizda bir like basmasangiz bo'lmaydi endi. Nichik motor qo'yishimiz storiesda aytib o'taman. Ana endi sizlarning maslahatlaringizni zarur emas, salonni nichik svet eting va nida ishlating. O'zlaringiz bilgan eng zo'r chexol tikadan ustalarni kommentariyaga yozib beringlar. Tez kunda shu mazza qaravoyni shahar ko'chalarida ko'rasizlar. Va men bu mazzada har kun bir obunachimni aylantiraman. Qiziq, birinchi baxtli inson kim bo'ladi ekan?